Demak, e'tibor qilingizlar. Biz ikki qavatli, demak, ikki qavatli qanaqasidan edi? Savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasini, demak, raschot bo'yicha hisob-kitob ishlarini boshlagan edik o'tgan darsimizda, to'g'rimi? Endi bu dars davom ettiramiz. O'sha biz o'tgan darsimizda sxemani, asosiy rama sxemasini tuzdik. Tayanchlarni berdik, geometrik xarakteristika material berdik va o'shanda demak biz joskislarni ham chiqardik. Endi bugungi darsimizda o'sha sxemani davomini teramiz. Ya'ni konsollar chiqarish qanaqa bo'ladi, plastina, ya'ni stinalar qanaqa yaratamiz, zinallar qanaqa yaratamiz, o'shalarni demak sizlarga o'rgatib o'taman. Demak, ketdik, boshladik. Qarangizlar, e'tibor qilgan bo'lsangiz, arxitektura qismida bizda demak razredda adashgan, mana bu yerda konsol ko'rsatmagan. Lekin e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerda birinchi etajda 563 dan 4 ta oraliq, 430 dan 2 ta oraliq-ku. Endi qaraydigan bo'lsangiz, ikkinchi etajda konsollar chiqyapti. Demak, konsollar ikki chekka qismda neytral os bo'yicha olamiz. Boya aytdim sizlarga. 1 metr, o'rta qismda esa demak 1400 demak qilib olingan ekan mana. Endi qarang, mana shu konsolni qanday yaratamiz bu yerda? Demak, biz qaraydigan bo'lsak, zdaniyamiz mana tepadan qaraymiz, qaysi tomon oldi? Mana bu tomon oldi, to'g'rimi? O'sha tomon oldi bo'lgani uchun, demak, mana bunday olamiz u, mana bu yerdan bitta o'zingni belgilab olaman, oldi tomondan. Va koordinat o'qiga qaraydigan bo'lsangiz, mana tepadan qarab ko'rsataman, qarang. Koordinat o'qi y, x. Y o'qi bo'yicha demak pastga manfiga surishim kerak. Y o'qida tepa musbat, past manfiy. X o'qida o'ng musbat, chap manfiy, to'g'rimi? Zda ham xuddi shunday, tepa musbat, past manfiy. Demak, Y o'qiga nisbatan manfiy koordinatda kopirovatga kiramiz. Demak, Y o'qiga demak minusdan 1 qo'ysak, mana bu o'qni demak nuqtani ko'chirib beradi. Ko'rdingizmi? Endi ikkinchi nuqtamizni ko'chirib olamiz. Ikkinchi nuqta 1.4 bo'lgani uchun xuddi shunday ko'chiramiz. Ikki xil konsolni chiqarishni o'rgataman men sizlarga. Mana добавить element, ikkita element qo'shishga chizamiz. Mana bu yerda ikkita nuqta belgilangan ekan, demak ikkita nuqta chizilgan ekan. Shuning uchun ikkita nuqtani ko'rsatyapti. Mana bu yerda ikkita nuqta ustma-ust tushib qolgan. Chizgan paytimizda qayta-qayta chizilgan bo'lganda. Demak mana sterjendan chizdik. Ana shu ikkita nuqta izimiz tushgan ko'rmaslik uchun mana bu yerda upakovka sxema qiladigan bo'lsak, demak ana shu yo'qolishi kerak mana. Ko'rdingizmi? Nuqta bittaga o'zgaradi. Izimiz tushgan nuqtalar olib tashlaydi-da, izimiz tushgan. Qayta-qayta chizish natijasida o'sha izimiz bo'lib qoladi. Endi mana 1400 lik va 1 metrlik demak konsollarimiz hosil bo'ldi ikkinchi etajda. To'g'rimi? Demak, bu konsollarni demak ko'chirib olamiz. O'rta o'qlarda demak 1400 lik edi. Ko'chirishni tushunlaysiz. Konsolni belgilaymiz. Endi koordinata emas, demak o'zil bo'yicha ishlaymiz. Ko'chirayotgan nuqtaga bitta bosamiz va ko'chirmoqchi bo'lgan nuqtamizga bitta bossak qo'yadi. Tushunamda? Mana konsollar qo'yib olindi. Ko'rdingizmi? Mana. Endi e'tibor qilingizlar. Bu yerda bir narsaga e'tibor qilish kerak. Agar konsolni mana shu yerda qo'ysak, tepa etajga qo'ymasak, tepa pokritaga ham konsol qo'yamizmi, qo'ymaymizmi degan savollar yuzaga keladi. Agar mana bu yerga konsol qo'yadigan bo'lsak, mana arxitekturasi qarang. Mana bu yerga devor teradigan bo'lsak, buni tepasini pokritiya qilib yopishimiz kerak. Demak, konsol qo'yganimiz ma'qul bo'ladi. Sploshniy demak monolitni uchastka bo'ladi. Konsol chiqadi, konsolning ustiga demak monolitni uchastkalar qo'yiladi. Tushunarli? Demak, tepaga ham shuni ko'chiraman. Uning uchun nima qilaman? Elementlar belgilashni bosaman. Belgilayman mana elementni qo'yapsizlar mana. Kopirovat yana o'zillik bo'limiga o'taman. Tochka, ishlayotgan tochka va tepaga mana. Konsollar chiqarib oldim. Ko'rdingizmi? Endi e'tibor qilgan bo'lsangiz, konsollarni demak joskisini berishimiz kerak endi. Joskis qanaqa beriladi? Demak, mana bu yerda o'qlarni o'zgartirsak, mana bu holatga o'tishi mumkin istalgan tomonga. Mana ishlaymiz va joskis bo'limiga o'tamiz. Regelga qanaqa joskis bergan bo'lsak, konsolga ham xuddi shunaqa joskis berganimiz ma'qul. Tushunarli? Mana 5 ta bo'lakka bo'l deydi. Konечный element.
o'sha 5 ta kesimda epirlarni ko'rsataman deydi-da. Bo'lib hisoblaymiz. Mana endi Ctrl D ni qiladigan bo'lsak, mana boya kimdadir konsollar ko'rinmay qoldi dedi. Mana bizda ko'rdingiz. Keyin mana bu yerda kimdadir mana bu qism chiqmay qoladigan bo'lsa, stilga kirasizlar. Zakladka bo'limini bosadigan bo'lsangiz, mana bittalik yoki stilga kirib zakladkani bitishga qo'yadigan bo'lsangiz, mana yerda 3D bo'lgan holatlar, almashtirish holatlarini ko'rishingiz mumkin mana yerda. Agar zakladka bo'lmasa, mana shu almashtirib bo'lmaydi. Bitta lerada bitta o'yna ochiladi. Shuni ham e'tiborga olingizlar. Itdan chiqib yana qayerda ekan, men leram buzildi degan gaplar bo'lmasin. Tushunarlimi? Demak, ketdik. Endi e'tibor qilamiz. Bizning zdaniyamizda konsol umumiy ramalarimiz bo'ldi. Endi bitta ish qilamiz. Ramalarni belgilaymiz u. Ramalar bitta element qilib hisoblash qilamiz. Ya'ni sozdat blok, bitta blok qilib qo'yamiz. Nima uchun blok qildim? Chunki men mana buni ishlagan paytimda butun ramani yaxlit ishlash uchun blokni o'zgartirdim. Ctrl A ni bosib, mana bu sozdat blok qilsangiz, demak, ikkinchiga o'tasiz. Разрешение редактирование o'tib, sozdat blokni bossangiz, bitta blok qilib ishlaydi. Xuddi AutoCADda qanday blok qilsa, yaxlit bittadan ishlaydi, shunaqa. Tushunarlimi? Demak, endi xo'p, endi qiladigan ishimiz bizda yana kerakli bo'ladigan narsa. Demak, endi biz fundamentni chizishimiz mumkin. Fundamentni qayerdan ko'ramiz? O'zi arxitekturadan ko'rishimiz kerak. Fundament yechimini bizlar beramiz. Fundament eni necha bo'ladi, balandligi necha bo'ladi, biz o'zimiz beramiz bu narsani. Qo'yilish chuqurligi qanaqa bo'ladi degan ma'nolar, savollarga javobni biz beramiz. 1050 qo'l. Demak, lekin konstruksiya qismi bo'lgani uchun birdaniga konstruksiya qismidan ko'rib olsak ham bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, fundament 1.20. Agar lentishli fundament bo'ladigan bo'lsa, 1-2 qavatli zdaniyalar uchun 1 metrdan kam bo'lmagan holatdagi podishka qo'yish kerak bo'ladi. Shifoxona, maktab shunaqa zdaniyalarda. Tushunarli? Agar turar joy zdaniyalar bo'ladigan bo'lsa, 80 qo'ysangiz ham yetarli. Ini haqida ko'ring bo'lyapti. Qalinligi qancha bo'ladi desak, 400 qo'ysak bo'ladi. 400 dan kam bo'lmaslik kerak. Bu yerda 500 deb qo'ygan ekanmiz. Mana 400 50, to'g'rimi? Demak, yon kontur bo'yicha fundamentimiz bizda demak 1200 ga 500 lik demak fundament patishkamiz bor. Va tepa qismida demak lentishli fundament davom etayotgan qismi mavjud. Demak, balandligi mana 0 dan 650 65 cm ga 40 cm lik demak tepa qismi mavjud ekan. O'rta qismda demak lentishli bog'lovchilar mavjud. Bu fundamentni bog'lanishi nimaga qarab tanlanadi degan savolga yechim men unda ham aytgandim sizlarga. Demak, zilzila hududlarda qurilish degan qiyinqamiz bor edi, to'g'rimi? O'shanga bir o'tamiz. Mana 3-1 jadvalda ko'rsatilgan edi. Bizda zdaniyamiz qanaqa? Karkasli zdaniya, to'g'rimi? Karkasli zdaniya. Mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana qiyinqidan olishtirib aytaman. Temir beton zdaniya ko'p qavatli karkaslar, bir qavatli karkaslar. Temir beton bo'lganda balandligi farq qilmaydi, bir qavatlida. Bizlarda bir qavatli emas, ko'p qavatli. Endi 2 qavat bo'lsa ham ko'p qavatda, bir qavat emas-da, to'g'rimi? Ko'p qavatliga qaraymiz. Ramali demak sistema, to'g'rimi? 8 ballik deylik, 8 ball. Demak, unda qaraymizki, mana bu yerda balandlik qavatlar soni. Demak, 8 ball bo'lganda 9 ta bo'lishi mumkin, 32 metrdan oshmaslik kerak balandligi. Ravog'i demak 12 metrdan oshmaslik kerak, to'g'rimi? Ravog'. Mana bu yerda qadamlari demak 12 metrdan oshmasligi kerak, to'g'rimi? Ko'rdingizda mana bu 8, 14-nimaga. Keyin buni bo'ylama uzunligi 80 metrdan oshmasligi kerak. 80 metrdan oshsa deformatsiya shof qo'yiladi. Tushunarli? Endi shunga asosan bizlar qilishimiz mumkin mana bu yerda. Demak, nima uchun fundamentni mana bu yerda bog'laganmiz desak, bu 12 metrdan oshmagan holatda bog'langan. Mana bu yerda o'zi mana bu bog'lanishni qo'ymasak ham bo'ladi, lekin bizlarda alohida turuvchi advanced fundament bo'lgani uchun buni bog'lashga majbur bo'lganmiz. Fundament ham o'sha seysmostoyimiz bo'yicha hisoblanadi. Tushunarli? O'sha har bitta yacheykani demak bog'laganmiz. Bu lentishli fundamentimiz demak 40 lik qo'yilgan ekan. Endi buni leraga kiritishni ko'rsataman men sizlarga. Qarang, leraga qanday kiritamiz? Avval добавить elementga kiramiz. Mana bunda ikkita elementni bir-biriga bog'lash qilamiz. Bitta bu yo'nalishda demak stерженlar chizib olaman. Tushunarli?
Demak, keyin yana dal chizsak ham bo'ladi yoki kaprat qilsak ham bo'ladi. Mayli, kelingizlar, men chizsa qolay. Mana. Demak, qarangizlar. Kontur bo'yicha demak 120 lik joylar chizib chiqdim. Faqat menda mana bu yerda ikkinchi ostda bu ost bo'yicha teskari nomlangan ekan. Ikkinchi ostda demak 120 lik fundament bo'lyapti. Nima uchun? Lift yoni bo'lgani uchun. Asosiy devor bor. Bu birinchi qavatda ham, ikkinchi qavatda ham mana plankalar ichida ko'radigan, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, demak birinchi qavatda ham, ikkinchi qavatda ham yuk ko'taruvchi devorlar mavjud, qalin devor. O'shani hisobiga bu yerda zina ham liftoy shaxta bo'lgani uchun o'sha nima qilinyapti. Qalin eni fundament plitamizda eni 120 qilinyapti. Tushunarli? Demak, buni qilgandan keyin faqat mana bu yerda qo'yishimiz kerak. Keyin bu ikkinchi ost ekanligini qanday bilamiz desak, bizlar bu sxemani chizib tugatgandan keyin bitta ostlar qo'yib olishimiz kerak edi. Mayli, hozir ostlar qo'yishtirib ketaman. Mana bu yerda koordinatda osi bo'limiga kiramiz va mana bu yerda demak ost, ya'ni ostda nomerini yozamiz. Mana bu yerda ost nomerini desak 1 qaysi tomondan? Chap tomondan 1 kelyapti. Chunki loyihaga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bir chap tomondan, o'ng tomondan chapga qarab beryapti, to'g'rimi? Ana xuddi shunday, qanday bo'lsa shunday loyihada deb bajarishga harakat qilamiz. Demak, mana bitta tochkani bosasiz, ikkinchisini bosasiz. Mana 1, o'zi avtomatik 2 ga o'tadi, ko'ryapsizlar? 2, 3, ko'ryapsizlarmi? 4, 5 mana. Demak, ko'ndalang yo'nalishdagi ostlarni qo'yib oldik. Endi bo'ylama yo'nalishda ostlarni, demak, harflar bilan berilyapti bular. Demak, menimcha ruscha harf A, e'tibor qilamiz. A, B, V, to'g'rimi? Demak, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana A, o'zi B avtomatik o'tadi mana bu yerda. B, V. Ko'rdingizmi? Mana. G bo'lmadi, B bo'ldi. Bu yerda prosta keyingi etap G deyapti-da. Saqlanib qilib ishlangizlar, o'chib qolmaslik uchun. Ostlar qo'yishtirgandik, endi atmitkalarni ham qo'yishtirganamiz. Atmitka nima? Balandlik. Mana bu 40 ga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu atmitkalar. 360, demak 690. Demak, mana bu ikki farqini bitta ayirsangiz, demak 690 870 ayirsak 1.8 bo'ladimi? 1.80. Bu qaysi ostlarda qo'yilgan desak, yon kontur bo'yicha, demak, atrofi bo'yicha 1.80 lik, demak, oxirgi etajga chiqarilgan, demak, kolonnalar. Mana yon tomonga 1.80 chiqarilgan, o'rtada 3.10. Bu 690 dan 10 desak 3.10 chiqarilgan o'rtada. O'rta qavatimizda. Hozir ana shuni ham qo'shib ketishni o'rgataman. Demak, uning uchun birinchi, demak, bizda kelingizlar, sxemani chizib olamiz. Uning uchun nima qilamiz? O'rtada men aytdim 3.10 dedim. Shuning uchun o'rtadagi, demak, o'zillarni belgilayman. Ko'rdingizlar qanday belgilaganimni. Demak, kapirayot o'zil qilaman va mana bularga 0 qo'yib, z o'qi bo'yicha 3.10, 3.1 qo'ysam, demak, o'zil ko'chadi. Ko'ryapsizlar-a? Va bunda men yana, demak, sterjinlar chizaman. Pastdan tepaga o'sha qoida bo'yicha. Numeratsiya to'g'ri bo'lishi uchun tepadan pastga chizsangiz ham xato bo'lmaydi-yu. Endi keyin numeratsiya har xil bo'lmasligi uchun elementlar belgilagan payt Lera avtomatik belgilaydi dedim, o'shani. Demak, o'rta mana shunaqa rama bo'lyapti. Demak, chetki qismda, demak, men aytdim 1.80 ko'targan ekanmiz. Mana bu. Mana buni 1.8 ko'taramiz. Va bittasini chizib olamiz. Добавить elementga kiramiz. Bittasini chizib olamiz. Soni ko'p bo'lgani uchun men osonroq yo'lini tanladim. Mana buni belgilayman u. Kapirayot o'zil bo'yicha ushlab kapirayot qilib ketiraman. Ko'ryapsizlar-a? Endi e'tibor qilamiz, oldi qismga qanday qo'yiladi o'sha sterjinlar desak, mana bu yerda, demak, rama 1. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, rama 1, ikki chetda bir xil, demak 1.80 dan chiqarilgan. Ko'ryapsizlar-a? Demak, mana bu yerga 1.80 dan
chiqarib ketamiz. Chetga tomon 180 dan chiqardi, o'rta o'sha 310 chiqarildi. Buni tepasi mansardli tom bo'ladi. Ya'ni 1 2 mansardli 3 qavat bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu yerda endi bitta narsani qilishimiz kerak. O'sha chiqargan elementlarimiz tepa qavat uchun, demak bizlar vertikal elementlar belgilash qilamiz. Mana bunday kolonnalarni jo'sk sistem berib ketamiz birdaniga. Mana kolonna, kolonna, kolonna va kolonna. Da. Jo'skisi oldi ko'rdingizmi? Endi gorizontal element uchun demak belgilaymiz u vertikalni qo'yib yuboramiz. Mana buni regelda belgilab ketamiz. Regel element. Belgilaymiz. Beshta element, konечный element qilamiz. Demak, mana bu ustini nima bog'lamadingiz domlalar desangiz, buni usti avyazishni poyez bilan bog'lanadi. Qish teriladi-yu, o'sha qalinlik balandligi 20 sm, eni 40 sm-lik avyazishni ichiga ikkita 10lik yoki 12lik armatura qo'yilib, o'sha yoki 4 ta qo'yiladigan bog'lanadi. Tushunarli? Demak, ketdi. Endi bizlar boya davom etayotgandik, atmetka qo'yishni ham qilishimiz kerak. Mana bu yerda atmetka bo'limiga o'tamiz va o'sha atmetka qo'yilgan nuqtani belgilasak, qaysi koordinatada bo'lsa, o'shanga qarab balandliklar belgilaydi. Mana. Ko'rdingizmi? 0 390 720 mana bu 10 30. Nima uchun 720 bo'lib ketdi? Mana bu ikkalasi farqi. Bizda balandligimizda farq bor, to'g'rimi? To'g'ri, domla. 3.9 edi birinchi, ikkinchisi 3.3. Mana bu yerga o'tasiz, mana bu galchkan bosasiz. Buni qanday chiqardim desangiz, flagi bo'lim, flagi рисование bo'limiga kirasiz. Mana bu yerda 3-proyektor yoqasiz va mana bu yerda demak ikkita os orasidan masofani yoqsangiz, demak mana bunday oslar orasidagi masofa kelib chiqadi. Nima qilgan? Planda. Ikkinchi qavatni 3 metr qilgan o'shida. Aha. Shuning uchun emas. Demak, arxitekturada xato ketgan, to'g'rimi? Mana e'tibor qilingizlar, arxitekturada xato deyapti. Demak, birinchi qavat 3600, ikkinchi qavat demak aytayaptiki 3300. Lekin bizda ramada berilganki bu yerda birinchi qavat 3600, ikkinchi qavat 3300 ku, to'g'ri-ku? Uch to'qqiz qilib ikkinchi qavat mana buni ayirsak 3 bo'ladi. 3 360. Birinchi qaytarilgan. Qarang. Bular ramani 360 qilgan ko'ryapsizlarmi? Birinchi qavatni. Bizlar 39 qilyapmiz-da. Yo'llardan ungan 39. Lekin bularning arxitekturasida 39 qilingan, to'g'rimi? Ha. 36 ramani ustidan boshlangan. Ha. Rama 36. Lekin qavat balandligi biz rama bo'yicha ishlaymiz-ku, to'g'rimi? Rama bo'yicha ishlaydigan bo'lsak 39 qilsak, demak var poldan polgacha olishimiz kerak bizlar, lekin mana bu bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Mana bu yerda balandlikni qayerga qarab olamiz desa, mana qarang. Mana bu masofaga qarab olinadi. 340, 340. Lekin mana bu fundament chizgan paytda buni ham neytral osti bo'yicha ishlaydi-ku. O'rtasidan ushlanadi-da mana bunday. Balandlik misol uchun mana bu o'rtasi deydigan bo'lsak, misol uchun 600. 4 metr. Birinchi qavatda olsak to'g'ri bo'lar, realniga mos bo'ladi. Ikkinchi qavatda 330 olsak realniga mos bo'ladi. Keling, bizlar hozir ishimizda chigallik bo'lmasligi uchun, demak, rama qanday olingan bo'lsa, o'sha rama bo'yicha olib ketamiz. Ya'ni 360 ga, demak 330 qilib olib ketamiz, maylimi? Mana bunday qilamiz. Mana bitta yangilik o'rganasizlar. Bu yerda 390 ni qanday boshqatdan chizib chiqamizmi davomida desangiz, yo'q. Mana shunday tepa qismdagi o'zinglar hammasini belgilayman u. Перемещение, ya'ni ko'chirish degan bo'limga bosaman va bizda farq qancha bo'lyapti? 0.30, ya'ni 0.3 metr. Shunday qilsak, mana bu yerda demak tushadi birdan premay. Faqat mana atmetikalar o'zgaradi. Atmetikalarda mana bu yerda
atmetka bo'limiga kiraman u, atmetkani yoqib, o'sha belgilayman tepada atmetkalarni va qaysicham bo'lsa o'chirib tashlaydi. Boshqatdan qaytadan atmetka qo'yaman. O'sha vaqtda 3640 qaytadan demak to'g'ri atmetkalar beradi, ko'ryapsiz? Yozuvlar kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mana yozuvlar sizlarga. Buni kattartirish imkoniyati mavjud. Настройка bo'limiga o'tamiz. Demak, parametr bo'limiga o'tamiz. Format shifrga o'tamiz. Demak, mana bu yerda для всех element qilamiz. Demak, mana 9 turibdi, ko'ryapsizlar, ha? Timesni roman обычный 9. O'shani misol uchun 9 emas, 12 qiladigan bo'lsak, mana razmerlar ko'zga ko'rinadigan yaqqol bo'ladi. Ko'ryapsiz? Shu saqlanib chiqib ketamiz. Endi sizlarga kichkina ko'rinmasligi uchun kattartirdim. Mana endi yaqqol ko'rinyapti, ko'ryapsizlar? Demak, endi qiladigan ishimiz mana karkas, mana Ctrl D qilib ko'radigan bo'lsak, karkasimiz tayyor. Tepa qavatlarda demak, jo'skisi bermabdi. Hozir. Demak, buni Ctrl A qilamiz va sozdat qilamiz. Bitta qilib ishlasak, shunda berish kerak. Tak. Qani, jo'skisi berdikmi, yo'qmi o'zi? Berganmiz. Da upakovka qilib olaylik. Endi ko'rsatadi. O'sha blok adminni bo'lgani uchun ko'rsatmadi-da. Tushunarlimi? Blokni bitta qilib oldim men. Biz ramamiz mana shu. Faqat bittanisiga e'tibor beringiz, mana fundamentni bunaqa jo'skisi berganman fundamentga. Fundamentga regildagi nima kolonnaligi nima ishlayapti bu birdaniga. Men fundamentni endi beraman. Mana bunday olamiz u. Demak, gorizontal elementlar belgilashga bosaman. O'sha 120 lik fundamentni yasayman. Mana ketdik. Добавить qilamiz. Fundamentimiz tower kesimli. Demak, fundamentda demak beton sinfi 235, ya'ni beton sinfi B15 lik. Shundaymi? Postdan koeffitsiyenti o'sha 0.25 olinadi. Demak, sturgeon elementlari uchun. Demak, mana buni o'lchamdan qanday olinadi desak, qarang. B nima degani? B tepadagi mana bu en. Demak, 40 sm bu. To'g'rimi? Demak, mana h, katta h 65 ga 50 edi, to'g'rimi? 1050. Ya'ni 1050 mm bu 105 sm bo'ladi. Santimetrda birliklar ko'rayotgan bo'lsanglar. B1 1200, ya'ni 120 sm, to'g'rimi? 120 lik dedik-ku. Demak, H1 bu mana buni qalinligi 500. 500 emas, 50 sm qilamiz. Mana zichligi 2,5 tonna metr kub. Mana bunga fundament F1 qilaylik. A1 u ruschada qolib ketibdi. Fundament 1. Endi o'zgardi. Mana chizadigan bo'lsak, mana holat yaqqol ko'rindi. Endi galichkani bosib chiqadigan bo'lsak, mana tower kesimni topdi. Endi bunga xarakteristika material beramiz. Bu qanaqa tip? Bitta добавить element qilamiz. Mana bu yerga nomini yozamiz. Fundament 1. Bu sturgeon emas, balka, to'g'rimi? Balka tipidagi maksimal armatura yuzasi 5% qilamiz. Mana bu yerda demak, balka tipida hisobiy расчетный uzunliklar mu koeffitsient 0,0 olinadi. Mana bu защитный sloylar, mana bu maksimal minimal armatura koeffitsientlari дополнительно ularga teginmaymiz. Trishinalar, yoriqlar, ikkinchi grafolat bo'yicha yoriq ruxsat etilgan yoriqlar kengligi. 3-5 ga almashtirib защитlarda? Yo'q, shart emas. Eng minimalni ko'rsataylik. U keyin razrabotkada biz o'sha 5 qilib chizib olaveramiz. Unda katta rol o'ynamaydi bular. Demak, bunga beton beramiz. Beton. Demak, mana bu yerga F1, to'g'rimi? Beton 20 lik berdikmi? 15 lik berdik, to'g'rimi? Yo'q, 15 betonga 15 berdik. 235 mana. 2.350.000 tonna metr kvadrat. Ko'ryapsiz? Berildi mana. Endi bu yerga armatura sinfini beramiz. F1 nom bilan kiritamiz. Fundament uchun, bo'lgani uchun. Demak, продольный
X prodon Y'lari o'sha A3 tipidagi armatura, faqat poprechniy o'sha xomutlar A1 sim. Bu yerda 25 likdan ziyod berma deyman. Endi norma cheklov qo'yaylik, o'zi taklif qiladi. Mana yerda norma bo'yicha o'sha sinf bo'yicha e'tibor qilsangiz 20% ga oshirib olib ishlatishing mumkin deydi. O'shani kiritdim. Demak, mana armaturaning elastik xarakteristikalari polni berildi, siqilish, cho'zilish bo'yicha o'sha elastik modullari, o'sha qarshiliklar berildi. Demak, galchkani bosib chiqsak, o'sha holat yuzaga keldi mana. 3-elementimizda demak xarakteristikasini berib oldik. O'shani men 2 metrdan bosaman-u, mana qizil to'pni ko'ryapsizlar, boya belgiladim. Galchkani bosadigan bo'lsam 5 ta element so'raydi. Mana ko'ryapsizlar. Buni ham bo'lib hisobla deyman. Balka tipidagi elementlar 5 ta elementga bo'lib hisoblaymi deb so'raydi. Balka tipini balka deb beradigan bo'lsak. Demak, endi bizda yana qanaqa balkamiz qoldi? Fundamentimiz, to'g'riroq. Demak, orada kichkina, demak, fundamentchalarimiz qoldi, to'g'rimi? Demak, bu fundamentchalar haqiqatlik edi. Demak, o'shani berib chiqamiz. Qanday beramiz? Xuddi shunday, dabobit element qilamiz. Mana. Bitta belgilaymiz. Bunaqasiga mana bu yergacha kelgan edi. Loyiha bo'yicha, to'g'rimi? Mana. Loyiha bo'yicha mana shunday berilgan edi. Ctrl Z qilamiz va qaytadan chizamiz. Muammo yo'q. Endi buni belgilaymiz. Buni belgilash uchun osonroq yo'lni o'rgatishim kerak sizlarga. Mana bunday olasizlar. Mana bu yerda fragmentatsiya bo'limi bor. O'shani bitta bossangiz faqat fundament qismini qarash mumkin bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Bizlar qaysi elementlarga berishimiz kerak fundamentda? Mana bunga, to'g'rimi? Va mana bularga bersak bo'ldi. Qolgani demak 120 edi. Buni berishimiz uchun nima qilamiz? Jostkga kiramiz, dabobit qilamiz, endi 100 tipida beramiz. Bu 235 to'g'ri, bossak endi shu 40lik beramiz dedik, to'g'rimi? Demak, mana bu demak F2 deyman. Lentishning fundament 2 bo'lgancha mana. Jibini beramiz mana. Xarakteristika berganda komparativ qilsak, o'zida F1 ni komparativ qiladi, faqat biz nomini o'zgartirib, ba'zi joylarni o'zgartiramiz. Nomini o'zgartirsak, mana bu bir xil tushadi o'zida ham. Mana bu fundament tipi bo'lgancha. Fundament 2 qilamiz, B15 ketyapti mana. Mana buni ham. Fundamentdan ko'p bergan paytda o'shanaqa qilsangiz bo'ladi. Yana qaytadan o'zgartirib o'tmaysizlar. Ba'zi birodar mana fundament xarakteristikasini umuman xarakteristikalarni bir xil elementlar uchun bitta qilib berib yuboradi. Men uni tavsiya bermayman. Har biri uchun alohida berganini aytmadim. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, numerasi 5, 6, 8, 9 har xil bo'lib qoldi. 1, 2, 3, 4 emas. Nima uchun? O'shandan to'g'rilash uchun mana buni bitta bosasizlar. Mana 1, 2, 3, 4, 5 o'sha numerasidan qayta demak qabul qiladi. Perenumerovat, ya'ni qayta nomlash degani. Qayta nomerlashda. Tushunadimi? Ana shuni bosib, demak belgilangan holatda mana da connection element deyapti. Belgiladim mana. Bo'ldi. Demak, fundamentimga xarakteristika ham berdim, chizib ham bo'ldim. Endi bitta narsa qolyapti bizda. E'tibor qilingizlar. Bizda lentishning fundamentdan tashqari, demak, fundamentning plitalari mavjud. Kichkina ikkita, to'g'ri, 3 ta ekan mana. To'g'rimi? Bu demak 180 ga 180 lik fundament plitalar ekan. Buni konstruktor o'zi chizib ketgan, aslida lirachilar biz, ya'ni lira hisobini beruvchi odamlar bizlar berishimiz kerak bo'ladi bu narsani, to'g'rimi? Demak, buni xohlasam men 2 metrga 2 metr beraman, xohlasam demak 1,5 ga 1,5 berishim mumkin. Uni qanday beramiz? Bu bo'limga o'taman, Endi mana bu yerda generatsiya regularniy fragmentatsiya seti degan bo'lim, ya'ni mana bu yerda generatsiya splitiga kiramiz. Ya'ni ikki o'lchovli elementlar chizishda generatsiya mana 4-5 ta yechim chiqqan, mana ramalar bunda chizasizlar. Gorizontal holatdagi regellar, to'sinlar kattagida bunda chizasizlar. Stena bo'ladigan bo'lsa, bunda chizasizlar. Plita bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismga o'tib chizasizlar. Buni qanday chizamiz? Demak, mana bu yerda yozaman. 0 butun qarang. Plastinani chizayotganda, yacheykalardan iborat bo'ladi plastinamiz. Plastina yacheykalardan iborat bo'ladi. Yacheykalarda kvadrat qancha kvadratga yaqin qilib bersak, shuncha yaxshi bo'ladi va yacheykalarda demak kattaligi 0.3 dan 0.6 gacha bo'lgan oraliqdagi yacheykalar bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi.
optimalroq yechim bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni 0.5 dan deyman men keng mana bu yerda 1.8 ga to'g'rilaymiz. 0.45 dan deyman 4 ta deyman. 1.8 bo'lishi uchun, to'g'rimi? Bu yo'nalishda ham 0.45 dan 4 ta deyman. Va mana bu yerga periskatni o'chirib bitta galочка qo'yadigan bo'lsam, mana koordinata boshiga nisbatan chizib beradi. 0.45 dan bunaqasiga 4 ta, bunaqasiga 4 ta setga chizib berdi. O'shani endi ko'chiraman. Mana bu yerda ishni kelsangiz pastda отметка bloka, ya'ni blok Ctrl Shift Page Up bossangiz belgilaydi. Undan ko'ra mana bu yerdan belgilagangiz ma'qul. 3 ta tugmani qidirganingizdan ko'ra. Demak, belgilaysiz-ku. Demak, перемещениеga faqat periskatni ochib, o'zil bo'yicha o'rtasini ushlaysiz-ku, mana. O'rtasini. Mana bu yerga ko'chirasiz. Ko'rdingizmi? Endi bundan kopirovod qilamiz, mana. Ushlayman-u. Demak, xuddi shunday o'rtasini ushlab kopirovod qilsam, nima uchun bunday o'tib ketdi? Sababi periskatda kopirovod qildim. Periskat o'sha bor narsani ko'chirib o'tkazadi. Ctrl Z qilamiz-u, bizga periskatda emas, endi buni xuddi shu ishda, demak, kopirovod bo'limida, demak, qilamiz, ko'paytiramiz. Mana. Ko'rdingizmi? Mana. Plitadan sesaldi. Setga qildim, chunki o'sha mana bu plitani setga qilib yasashga to'g'ri keladi. Yuza katta bo'lgan paytida setga fundament qilinadi. Fundament setga plastina ko'rinishida beramiz, yuza katta bo'lgan paytida. Ammo bunday sturgeon bo'lgan paytida o'sha bu yoqda balka tipida beramiz. Tushunarli? Bular belgilayman, bularga demak material beraman. Material berishda faqat bitta narsaga e'tibor qilasizlar, добавить qilamiz. Endi bu yerda bundan tanlamaymiz, mana bu yerdan plastina bo'limiga o'tamiz. Plastina bo'limini olsak, mana bunaqa oyna ochiladi. Mana bu o'sha B15 niki elastik moduli. Postdan koeffitsiyenti 0.2 olamiz. Plastina tipidagi любой element uchun 0.2, 0.25 emas endi. Tushunarli? Demak, plitan qalinligi o'sha. Plitan qalinligini qayerdan ko'ramiz? Mana plitan qalinligini, mana konstruktiv chizmasini chizgan bular. Mana bu yerda. 50 bir xil qilganda baribir. Bir xil qilgan. Labay? Yo'q, plitaniki bu. Mana. 2 qildim deyapti. 2 mana. O'sha qalinligini bir xil qilib ko'rdingizmi? 50. O'sha 50 sm deb qo'yaman. Mana bu zichligi, mana bu F3 qilsam bo'ladimi? F3. Mana. Berdim. Endi buni jibiga kirib beramiz. Faqat jibida bitta narsaga e'tibor beramiz. Tip bo'limda sozdание plastinaga kiramiz. Plastina tipida beryapmiz-da, chunki F3 sozdание plastina. Ko'ryapsizlar? Оболочка, mana bu yerda оболочка, plita, stina. Plita qilsak ham bo'ladi bunga, lekin оболочка qilsak любой egilib siqiladigan plastinalar uchun оболочка tipida beriladi. Ya'ni moment bo'ladi, siqilish bo'ladi, cho'zilish bo'ladi. Hammasi bo'lgani uchun universal оболочка beramiz. Statik yuklar sistema statik yuklarni qabul qiladi, statikaga ishlaydi deb qaraladi. Armatura maksimal foizi demak 5. O'sha bersak ham bo'ladi. Mana bu yerda plastina bo'lgani uchun 10 qoldirganimiz ma'qul. Bu 5 nima uchun? 5 demak kundalang qismi kichkina bo'lgan elementlar uchun edi. Bu kundalang qismi katta-ku, baribir o'sha armatura yuzasi bemalol kichkina chiqadi. Tushunarli? O'sha kundalang qismga nisbatan 5% emas, 10% chiqishi mumkin demoqchiman-da. Demak, e'tibor qilamiz. Mana shu yerda shak armatura sturgeon shak bo'yicha 100 eng kamida 100 dan kichkina qo'yma deyapman-da, cheklayapman. Setga to'qayotganda 100 dan kichkina to'qima deyapman. Mana yoriqlar nimasi? O'sha ikkinchi holat. Zashni sloylar, bular maksimal minimal o'sha zapas koeffitsentlari, o'shani e'tiborga olyapman. Demak, mana bu yerda ketdik. Davom etamiz. F3 uchun faqat nomini o'zgartiramiz, qolgan narsasini o'zgartirmaymiz. Mana shu xarakteristikani F2 bilan bir xil qilib bersak ham bo'ladi. Men alohida berishga o'rganganman. Sizlar ham shunday qilsangiz, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Mana. Ko'rdingizmi? Plastina tipida berdi mana. Hammasi ikki martadan ushlab, galchkan bo'lsak berdi. Endi mana qaytarish qaysi bo'ldi? Mana bu. Восстановить конструкция. O'shani qaytsangiz fragmentatsiyadan qaytaradi. Tushunarli? Bitta upakovka sxema qilib qo'ying, mayli. Ortiqcha o'zinglar yo'q qiladi. Endi Ctrl D qilib qaraydigan bo'lsak, mana.
Ko'rdingizmi? Mana buni domlalar, mana buni misol uchun 1802 ta 900 bunaqasini 2 ta 900 qilib bersak bo'lardi-ku deyishingiz mumkin. Men aytdim 03 dan 06 gacha yacheykalarga bo'lganlaringiz ma'qul. Katta bo'lmagan yacheykalar. O'shanda demak natijalar yaxshi chiqadi. Ko'ryapsizlar? To'g'ri. O'zlar shundan o'tib tarqalgan qirqi bo'ldi, endi bo'ldi. Ha. Havasdan. Amas 50 bo'ldi, mana lentishlar 40 bo'ldi. Bog'lovchida связывающийda ular. Ko'ryapsizlar, mana bu tower kesimni bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, chetlar. Endi qaytamiz mana bunday holatda bo'ldi. Endi bizlarda yana qanaqa element qoldi desak, bizda zinamiz qoldi va liftimiz qoldi. Liftimiz yo'q ekan. Bu ikki etajda lift qilinmagan. Mana tashqi kontur zdaniycha mana bularni demak hisobga kiritmasak ham bo'ladi. Bu hech qanday yuk bermaydi bunga. Просто наружный demak qo'shimcha дополнительный здание inshootcha bo'lyapti, zdaniycha. Tualetda bu yuk ta'sir qilmaydi bunga. Faqat bizga ta'sir qiladigan narsa mana zina. Zinani yukini bersak bo'ldi. Yoki zinani yuk qilib beramiz yoki demak zinani chizamiz. Men sizlarga zinani chizishni tavsiya beraman. Chunki demak zinani yuk qilib bergandan ko'ra chizgan boshqacha effekt beradi. Zina qaysi qismda bo'lsa o'shani mana bunday tepadan ko'rinishini chizib olaman, mana. Qarang. Barcha elementlarni belgilash bo'limiga kiraman. Mana shu qismdagi zina tushadigan qismni ajratib olaman. Buni mana bu plandan ko'ryapman, ko'ryapsizlar? Demak, fragmentatsiya bo'limiga yana murojaat qilamiz. Mana shu qismga zina chizishim kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar? Demak, zinani qaysi tomondan chiqish, qaysi tomondan tushish desak, zina o'ng tomondan chiqadi, chap tomondan tushadi, aylanadi. Aylanan zina chiqadi, tushadi. O'rtada o'sha texnik помещение, o'sha tualet, yuvinish xonasi o'shanaqada. O'ng tomondan chiqadi. Zina ikki qavatda ham bo'ladi. Nima uchun? Zina chiqadi birinchi qavatga, zina chiqadi mansardga. To'g'ri, o'sha Mansardni etaj deyiladi. bu yerga bir nima qilinadi. Bu yerda ham yashash xonalari bo'ladi. Bu ekspertizadan ikki qavat hisobda o'tadi, mansardni etaj qo'shiladi, 3 qavat hisobda foydalanadi. Uylaringizda ham misol uchun ko'p hozir uylar quryapti, 2 qavat plus mansard bo'ladi, 3 xonadek, 3 qavatdek ko'rinadi. Shunaqa bo'lyapti. Endi asosiy nimaga o'tamiz? Zinani qanday yasaymiz? Demak, qarang. Mana bu yerda zinani enini bilishimiz kerak. Ostdan hisoblaymiz, chunki lira ostdan hisoblanadi. 1400 bunaqasiga ostda menimcha zinani eni 1400 har tomon. To'g'rimi? 1400 lik demak zina nima holatini chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, qarang, mana shu sxemaga zinani chizishim uchun nima qilaman? Demak, e'tibor qilgan bo'lsak, bu tomondan 1400, bu tomondan 1400, bu tomondan 1400 qisilish kerak, to'g'rimi? O'shanga koordinat yasab olishim kerak. Ya'ni mana bu nuqtani, bu tomonga 1400, bu tomonga 1400 chiqarib olaman. Uning uchun nima qilaman? Nuqtani ko'chirishga kooperativ bo'limiga o'taman. Mana bu yerda koordinati yoziladi. Mana buni 0 qilaman. X qarang, e'tibor qiling. Mana bu yerda koordinatda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, o'ng tomon x, u tomon y, to'g'rimi? X ni 1.4 qo'yaman, o'ng tomonga 0 deyish uchun va y ni minusdan 1.4 qo'yaman. O'shanda mana galchkan bitta bosadigan bo'lsa, mana 1.4 ko'chirib chiqarib berdi. Endi bu nuqtani ko'chirsakchi, mana bunday. Bu nuqtani ko'chirgan paytda x ga minus 1.4 qo'yaman, y ga minus 1.4 qo'yaman. Mana ko'rdingizmi, ko'chirib berdi. Xuddi shunday ko'chirish mumkin demoqchiman-da. Tushunarli? Uzun. Ha. Endi e'tibor qiling, bu aslida biz pastki etajni ko'chirishimiz kerak emas edi. Tepaga chiqadigan holatda ko'chirishimiz kerak edi. Ya'ni birinchi zina chizishda nimaga e'tibor qilamiz? Birinchi zina chizishda zina plashatkalarni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Zina chiqish plashatkалар. Plashatka bu yerda bor, bu yerda bor. Va mana bu yerda bor deb qaraymiz. O'sha plashatkani enini bilishimiz kerak. Plashatkani eni ostdan e'tibor qilgan bo'lsangiz, 1400 zina eni bilan bir xil, lekin mana bu qismda qolish kerak bo'ladigan qism, demak 8 olyapti. To'g'rimi? O'shanga e'tibor qilgan holatda chizib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, qarang. Mana bu Ctrl Z qilaman, ko'chirish turgatdim, просто tak. Mana bu ikkinchi etajni
Pak perikiritiyasida o'sha polida, demak o'sha ishni qilaman. Mana buni ko'chiradigan bo'lsam, mana 1400 ko'chirdi. Mana buni ko'chiradigan bo'lsam, mana buni plyus qilib olaman. To'g'rimi? Ana, ko'chirdi. Mana bu nuqtani o'chiramiz. Bitta nuqtani ko'chirdi. Ko'ryapsizlar? Endi bu nuqtani ko'chirgandan keyin bizlar yana bitta narsaga e'tibor qilamiz. Ikkita nuqta bilan plastina chizib bo'lmaydi. Yoki plastinani chizayotgan paytda shunday qilishimiz kerakki, demak, bitta nuqtaga bog'lashimiz kerak. Keyin har xil usullari bor-da buni chizishda. Demak, xuddi shunday boyagidek plastina chizish bo'limiga kiraman, generatsiya plita, mana bunga. 1400 ga 1400 qanday bo'lib olamiz? Demak, 1404 ga bo'lsak 0.35 dan 4 ta 0.35 dan 4 ta qilsam bo'ladimi? Faqat periskatni o'chirib mana bu yerga chizib ko'raylik. Qanday chiqadi? O, chizdi, ko'rdingizmi? Endi buni ko'chirish yo'lini qilamiz. Endi bitta narsaga e'tibor qilingizlar. Ko'chirayotgan paytida, demak, zina plashatkasi qarang. Chiqadi, qandaydir qismga chiqqanda plashatka. Yana chiqadi plashatka. Demak, bitta etajga chiqqancha ikkita plashatka bo'ladi. Bu degani bitta etajni 3 ga bo'lamiz degani. 3 dan 1 qismiga plashatka, 3 dan 2 qismi, ikkinchi qismiga yana plashatka bo'ladi. Va chiqqandan keyin yana plashatka bo'ladi. O'shani hisob olishimiz kerak bo'ladi. Zinani yasash sal qiyinroq, tushunayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, uning uchun nima qilamiz? Qarang, e'tibor qilingizlar. Mana bu stерженda ishlaymiz, kolonna, birinchi etaj kolonnasini. Tushunyapsizlar? Добавить elementni pastini ochadigan bo'lsak, mana bu yerda demak, разделить n elementni bo'lish mumkin. Nechta bo'lakka? 3 ga. 3 ga qilamizdan galchkani bossak, mana 3 ta bo'lakka bo'lib tashlaydi. Ko'rdingizmi? Endi mana bu plastinani shunday ishlaymiz-u, перемещение bo'limiga kirib, nuqtani ko'chirish bo'yicha olamiz. Faqat mana bu yerda demak, galchkani bosib olamiz. Mana. Birinchi plashatkamiz ko'chirildi. Endi ikkinchi plashatkani qanday hosil qilamiz desangiz, shunday ishlaymiz, kaprovod bo'limiga o'tamiz. Kaprovodga o'tamiz. Qaysi nuqtaga qo'ymoqchimiz? O'sha nuqta bo'yicha ishlaymiz. Onun uchun mana bunda bo'lak yo'q-ku desangiz, buni ham bo'lib olishimizga to'g'ri keladi. Mana buni ham demak xuddi shunday, demak 3 ta bo'lakka bo'lib olamiz va demak kaprovod bo'limiga murojaat qilib mana. Ko'rdingizmi? Bitta plashatka, ikkita plashatka, uchinchi plashatka bu yerga chiqish kerak. Bu plashatkaning eni 0.8 deydi, uzunasi uzuna bo'yiga edi. To'g'rimi? Mana uzuna bo'yiga qilamiz. Yoki mana bu qismda qoldirsak ham bo'ladi. Uzuna bo'yiga qilmang. Chunki mana bu yerda plita yotdilar. Uzuna bo'yiga qilsak yaxshiroq bo'ladi. Demak mana. Demak, yana o'sha generatsiya plita bo'limiga kiramiz, mana. 0.35 emas endi 0.8. 0.4 dan 2 ta. Lekin mana bunga e'tibor qilingizlar. Bu x yo'nalishidagi koordinata mana bu yerga. Buni nima qilishimiz kerak? Mana buni bo'lishimiz kerak. 5.65 ni bo'lishimiz kerak bizlar. Uning uchun nima qilamiz? Qarang. 0.35 dan bo'lganimiz uchun 0.35 dan 4 ta qo'yaman. Mana buni hisobini chiqaraman. Tepadan qaraganda mana buni bo'lgan paytida mana buni hisobini chiqarishimiz kerak. 0.35 dan 4 ta. Mana bu o'rtalikdan necha masofa qilyapti? O'shani bir xil bo'lakka bo'laman mana. O'rtada qolayotgan bo'lakni. Qarang, 5.65 dan 1.4, 1.4 deb tashlasak qancha bo'ladi? Demak, mana bu yerda kalkulyatorga murojaat. 2.85, ha? 2.85 ni endi qanday bo'lakka bo'lishimiz mumkin? 0.5 atrofidagi bo'lakka. Ikki 85'te 0.5 atrofidagi bo'laklarga bo'lishimiz kerak. 0.5 atrofidagi bo'laklar. Bir xil bo'linishi kerak. Demak, 2.85 ni demak bo'lamiz. Mana telefonda bo'lib ko'ramiz. 5.65 dan ayiramiz 2.8 ni ikki tomondagi. 2.85 buni bo'lamiz 0.5 ga. 5 yutdi. Buni 6 ga bo'laylik. 5 ga bo'laylik. 4 ga bo'laylik. 5 ga bo'lsak bo'lar ekan. 0.57 dan 5 ta bo'ladi. Mana, e'tibor qilingizlar. 0.35
yoki mana 0.35 0.57 dan 5 ta qilsak bo'ladi o'rtaga. Yana 0.35 dan 4 ta. Endi bu yo'nalish eni 0.4 dan 2 ta, shundaymi? Ana buni endi chizsak, ukazat kursorni qo'yamiz. Mana. Ko'rdingizmi qanaqa bo'lakka? Chiroyli bo'lakka bo'ldi. Toshni qo'yib berdi. Ko'rdingizmi? Endi buni demak monolitik uchastkalar tayyor. Endi biz zinasini chizsak bo'ldi. Faqat e'tibor qilamiz. Mana bu yerda demak mana bu holatda demak o'zini ko'chirib olishimiz kerak. Toshni pastga. Mana bu yerda. Mana ikki chetni ko'chiramiz, ishlaymiz. Demak mana bunday qilamiz. Mana. Pastga ko'chirib oldim. Endi bu yerda triangulyatsiya degan qism bor. Mana. Triangulyatsiya, sozdание triangulyatsiya. O'sha birinchisiga bosamiz va mana bu yerda 0 mana buni eni 0.35 bo'ldi-ku. 0.35 dan deb yozaman shuning uchun. 0.35. 3 burchak yachika bo'laymi, 4 burchak yachika bo'laymi deyapti. 4 burchak yachika. 3 burchakdan qochish kerak. Keyin mana bu yerda hech narsaga teginmaymiz va mana bunday o'zinglarni belgilashni boshlaymiz. Qarang, chiqish bo'limini boshlayman. Mana 4 ta o'zingni bir-biriga birlashtirsak, albatta chizib beramiz. Galchka bitta bo'lsak, bu yerda ikkita virgul qo'yildimi deyapti. 0 butun yo'q, chizish kerak bu. Ko'rdingizmi? Menimcha mana virgul qo'yildi. Virgulni o'qimaydi leri. No, tochkani o'qiydi. Chiqish, listdan chiqish holatini chizdimmi? Endi mana buni chizaman. Endi parod qildi. Mana. Yonbosh chizaman chiqishdi, ko'ryapsizmi? Ko'rdingizmi? Uje listaga o'xshadimi? Zinaga. Mana. O'zildi ikkita yaqin bo'lgancha ishlayapti. Mana. Ko'rdingizmi? Ikkinchi qavatga chiqish bo'ldi o'sha mana. Keldim chiqaman, mana aylanib chiqish ko'rdingizmi? Keyingi etajni qanday tayyorlaymiz degan savol kelyapti, o'zi premay. Endi nima qilamiz? O'sha monolitik uchastkalarimiz tayyor, monolitik uchastkalar ko'chirib olamiz. Ko'chirish uchun nima qilamiz? Keyingi etajda ham xuddi shunday, faqat balandlik farqi bor. Shuning uchun nima qilamiz? Qarang. Keyingi etajda demak ikkita orqada kolonnani bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu qilgan ishimiz. 3 ta bo'lakka bo'ldingman. Ko'rdingizmi? 3 ta bo'lakka. Blok sxemani ushla deyman. O'sha plastinani o'zil bilan ko'chirish deyman. Birinchi bo'lakka ko'chish. Mana, ko'ryapsizlar? Yana dalshi davom etish uchun. Yana dalshi qo'ya olmayman, chunki boshqatdan ko'chirishimiz kerak. U burchakni ishlashim kerak chunki. Ko'ryapsizlar? Demak, mana bu burchakni ishlayman-ku mana. Tepada bo'lakka qo'ydingman mana. Tayyormi o'zi? Endi bizda oldida plastina o'sha monolitik uchastka bilan, demak, uchastkani qo'ysak bo'ldi monolitik uchastka. Demak, mana buni ishlayman mana. Kopirovat. Va mana buni bosaman. Endi o'sha triangulyatsiya bo'limiga kiraman. 04, 0.35 davom etamiz. Bu yerdan bir aylanib chiqdi-ku. Yana davom etamiz. Mana bu yerdan chiqishni boshlayman. Galichka. Ko'rdingizmi? Mana bu yerdan yana o'sha davom ettiraman. E'tiborli bo'lasizlar salgina. Endi mana bu ko'zlaringiz ortib tashlashi mumkin. Shuning uchun mana bu yerga mana buni yoqib qo'ysangiz, mana bu konturlarda va qora chiziqlarda qilib, mana bunday chiroyli bo'ladi. Maza qilib ishlaysiz. Ko'zlaringiz agar og'ritsa. Tushunarli? Kimdadir ko'zi unga moslashmagan bo'lsa. Mana. Ko'rdingizmi mana? Zina keldi chiqdi. Endi zinani men aytaman, bitta blok sifatida ushlab qara deyman. Chunki zinani
har bitta blogga josks berishda ham, yuk berishda ham ishlab bermayman-ku, to'g'rimi? O qiyin bo'lib ketadi bizning ishimiz. Mana buni ishlayman-u. Mana bu sozdab blog qilib qo'yaman. Mana bittada ishlaydigan bo'ladi, ko'rdingizmi? Zinnamiz tayyor. Endi faqat bunga josks beramiz. Josks berish uchun demak sozdание bo'limida josks bo'limini ochamiz. Добавить o'sha plastina zina. Bu 15 berilmaydi zinaga. Zinaga kam B20 berilishi shart. 2.75 0.2 plastina. Zinani qalinligini 16 cm beringizlar. Zichligi 2,5 bu temir beton zinalar uchun. Temir beton elementlar uchun. Mana bu zina deyman. Endi ruscha zina. To'g'rimi? Demak mana zina. Endi zinaga xarakteristika beramiz. O'sha plastina bo'limiga kiramiz. Ochamiz. Mana F3 zina. F3 dan operatsiya qildim. Shuning uchun оболочка turadi. Bu yoqqa teginmaymiz. Mana bu yerga yana zina. Faqat mana bu yerda bizlar B20 beramiz dedik. Mana zina. Mana bu yerda demak teginmaymiz. Mana zinani ishlaymiz, zinani ishlaymiz. Zinani ishlaymiz va zinani ishlaymiz u gachkani to'samiz. Endi mana bu yerda demak восстановить konstruksiyaga kiramiz mana. Qaytadi. Bitta upakovka qilib qo'yamiz, mayli. Upakovkadan keyin zadni yo'q, qaytish yo'q. Ctrl D qilsak mana demak sxemamiz tayyor. Bilasizmi? Endi bu qismda nima bo'ladi? Domlalar, bu qism ochiq qolib ketdi. Bu yerga pustochniy plita yopiladi-ku. Pustochniy plitamizni yo'q qilib beramiz. Roman sxema ishlagan paytimizda. Pustochniy plitani o'zini ham kiritsak bo'ladi, lekin yo'q qilib bersak yaxshiroq bo'ladi, ishimiz osonroq bo'ladi. Monolit splashniy monolit перекрытие bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha demak nima qilib bersak bo'ladi. Kiritsak bo'ladi. Endi qarang. Bu yerda yana bizda nima qolyapti? E'tibor qilingizlar. Bu yerda bizda AutoCADda demak tashqi devorlar, narojniy devorlar, demak qalin devor, g'isht. Ko'ryapsizlar-a? G'isht. Oldi devor, lekin g'ishtni demak ingichkasi. Demak 2 yillik g'ishtlar. O'shalarni berishimiz kerak jostkasini bizlar. Yoki yo'qqa berishimiz kerak, yoki haqiqatan berishimiz kerak. Men birdaniga berishni yaxshi deb bilaman. Va mana bu yerda balkon qismi deyiladi, balkon. Endi konsol qismi balkon hisoblanyapti bu uchun. O'sha qismda ham перекрытиясini monolit uchastka deb beramiz. Zina bilan bir xil, maylimi? Chunki bu yerga plita yotqizmaydi-da. Mana bu yerdan bu yerga 80 dan ham kam bo'ladi. Plitani yotqizgandan ko'ra monolit uchastka qilgan ma'qul bo'ladi. Shuning uchun kelingizlar oldi qismiga monolitni berishni o'rgataman sizlarga. Xuddi shunday. Mana bu qismni ochamiz, generatsiya plita. Mana bular o'chirib tashlaymiz, kelingizlar. Mana bu oraliqni bo'lishimiz kerak x yo'nalishida. 0.565 dan deyman. 0.565 dan deyman. 10, 20, 40 ta deyman. Uzun bo'yiga. 4 ta oraliq bo'yicha. To'g'rimi? Shunday desam bo'ladimi? Labay. 0.5 dan deyman. 0.4 dan bitta deyman. Va 0.5 dan 2 ta deyman. Bir turni hosil qilishimiz uchun va birni hosil qilishimiz uchun. To'g'rimi? Faqat men mana buni endi mana bu nuqtadan ko'chirishim kerak, 1/4 ga qo'yishim kerak. Uning uchun demak koordinatani ko'chirib olaman bitta. Mana 1/4 koordinat yasab olishim kerak-da. O'chib qoldi-ku bizda anaqamiz. Generatsiya plitamiz. Mana shu yerga qo'yaman-u. Boyagi oldingisini chizib oldi-da. Oldingisini chizib oldi. Men hozir yasaganim chizib oldim. 0.565 dan 40 ta
0,4dan bitta 0,5dan ikkita deydi. Mana sploshniy chizdimi? Faqat bunda bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Tepadan ko'rinishni chizamiz. Qaysi qismda anaqa 1 metrlik perikritiya bor. Nuqtalar belgilashda ishlayman u. Demak, ana shu qismda perikritiya mana. O'chirib tashlayman o'sha qismni. Chunki e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda 1 metr 1.40lik, to'g'rimi? O'sha narsani hosil qildim. Ko'rdingizmi mana? Endi bu perikritiya tepada ham mavjud. Belgilayman u. Tepa qavatga ham demak ko'chiraman. Ko'rdingizmi? Endi bunga ham jo'skis berib qo'yaman. Jo'skis shunday, boya zinadagidek kaprat qilsam ham bo'ladi. Kaprat qilib nomini o'zgartirsam bo'ladi. Zina emas, endi balkon deb qo'ydik. Maylimi? O'zimiz nom beramiz. Xuddi shunday. Faqat qalinligi zinadan farq qiladi balkon. 20 sm. 20lik bo'ladi, to'g'rimi? Qarang. Qayt, shuni o'rgatib ketdik, keyin boshqa safar o'rgataman. Bitta narsasi bor. Uni qo'shsam hozir og'irlashib ketdi. Demak, mana bunga kiramiz u. Zinaga bitta kaprat olamiz. Balkon. Mana bunga zinaga bitta balkon. B20, to'g'rimi? Balkon. O'sha elementlar to'liq bo'lishi uchun o'sha balkonni ham chizib ko'rsatyapman-da, sizga bitta qiyin bo'lmasin degan ma'noda. Mana bo'ldi. Balkonni berganimizdan keyin endi devorlar beramiz. G'isht devorlar qanday beramiz?